Ozor va Nilufar Zoirovna Buxoro viloyat Shofirkon tuman 21-umr ta'lim maktabining informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisiman. Sizlarga ta'lim jarayonida qo'llaniladigan Blue.com platformasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Buning uchun siz xohlagan brauzeringiz orqali kirishingiz mumkin. Misol uchun Google brauzer orqali kiradigan bo'lsak, qidiruv bo'limida bluecat.com deb yozamiz. bluecat.com. Bizda mana shunday ko'rinishdagi interfeys hosil bo'ladi. Siz birinchi marta ro'yxatdan o'tish uchun Sign Up orqali tugmasi orqali kirishingiz mumkin. Join a game orqali o'quvchilar o'yinga qo'shilishadi. Log in orqali esa siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz kirishingiz mumkin. Sign Up orqali kirib, teacher tanlab, yilingiz, oyingiz va yilingizni kiritib belgilab next tugmasini bosish orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Yoki mana elektron pochtangiz va parolingizni yozib let's go orqali ro'yxatdan o'tishingiz yoki Google account orqali kirib olishingiz mumkin. Google account orqali kirganda mana men Google accountim orqali kiraman. Bizda mana shunday ko'rinishdagi interfeys hosil bo'ladi. Bu yerda My Settingda siz yaratgan testlaringiz ko'rinib turadi. Yangi yaratmoqchi bo'lsangiz, Create buyrug'ini tanlaysiz. Title bo'limi, ya'ni sarlavha qismida siz mavzusini tanlaysiz. Ya'ni yaratmoqchi bo'lgan testingizni mavzusini yaratib olasiz. Informatika deb qo'ydim. Create. Add question orqali savollarni tuzib olishimiz mumkin. Ma'lumotlarni chop qilish qurilmasi. Klaviatura, notebook, printer, sichqoncha va to'g'ri javobga belgilaymiz va save tugmasini bosamiz. Yana yaratmoqchi bo'lsak, add qo'yishini bosamiz va unda rasm ham joylashtirish mumkin. Image tugmasini bosib, image gallery orqali o'zidagi kompyuterdagi rasmlarni va sizni fayllaringiz orqali yuklamoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan fayl bosib rasmni tanlaysiz va open buyrug'ini tanlaysiz. Monitor, sichqoncha, printer. Mana to'g'ri javobni tanlaymiz. Keyingi savol turini tanlash uchun add qo'yishga kirib, mana bu yerda matematik ko'rinishdagi savollarni ham tuzish mumkin. Tanlaymiz. Kasr ko'rinishdagi, xohlagan matematik ko'rinishdagi savollarni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Insert. Javoblarni yozamiz. Va to'g'ri javobni belgilaymiz. Keyingi ko'rinishi multiple choice ga kirib, mana bu yerda klaviaturadan kiritish answer, ya'ni savollarni klaviaturadan kiritishni beramiz. Kiritish qurilmalarini belgilang. Siz javoblarni yozishingiz mumkin. Klaviatura, skanner va yana qo'shimcha qo'shishingiz mumkin. Agar boshqa qo'shmoqchi bo'lmasangiz, demak mana bu yerda X tugmasini bosib
o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Save. Mana yozib tanlab bo'lganimizdan keyin save tugmasini bosamiz va biz yaratgan testimiz hosil bo'ladi. Bunga qo'shimcha qo'shmoqchi bo'lsangiz, edit bo'limi orqali siz yana qo'shimcha qo'shishingiz mumkin bo'ladi. O'yinga qo'shilish uchun esa hostga kiramiz va sizga mana bu yerda turli xil ko'rinishdagi o'yin turlarini ko'rsatadi. Siz xohlagan o'yin turini tanlab kirishingiz mumkin. Oddiy ko'rinishga kirish uchun esa mana keling, birinchi ko'rinishni tanlaymiz va host tugmasini bosamiz. Va sizga berilgan kod orqali o'quvchilar kirib olishi mumkin. Mana bu yerda vaqtni tanlab olamiz. Keling 1 daqiqa deb beramiz. Host now. Xo'sh, o'quvchilar esa blockit.com ga kirgandan keyin mana join a game orqali kirib olishadi va game ID orqali o'qituvchi tomonidan beriladigan kodni kiritib o'yinga qo'shilib olishadi. Nickname'da nomlarni kiritishadi. Va xohlagan bir obrazni tanlab olib o'yinga qo'shilib olish mumkin. Mana o'qituvchida ularni kirgan o'quvchilarning nomlari ko'rinib turadi va o'qituvchi start tugmasini bosish orqali o'yinga qo'shilib olishadi. O'quvchilar o'yinga qo'shilib olishgandan keyin xo'sh, mana kiritish qurilmasini belgilang. Siz xohlagan birini kiritish qurilmalaridan birini nomini yozishingiz mumkin. Shu tariqa o'yinda davom ettirasiz. Ma'lumotlarni chop qilish qurilmasi. Agar siz savollarga xato javob bersangiz va sizga bu xato haqida ham ma'lumot beriladi. Mana bu qurilmaning nomini toping. Mana klaviatura emas, monitorni belgilasak, sizga javobni ko'rsatadi. Mana klaviatura deb. Natijani toping. Ya'ni 1 daqiqa toki o'yin tugagunicha savollarimiz, ya'ni javob ko'rsatib beriladi. Mana ikkinchi marta skanerni kiritdik. Bunda ham javobimiz, ya'ni ikkita savol javobini ham tanlab olish mumkin. Vaqt tugadi va sizga mana 7 ta, ya'ni savollarimiz 1 daqiqa davomida savollarimiz 7 marta takrorlandi va shundan biz 6 tasiga to'g'ri javob berib 86% ni ko'rsatadi. Bu o'quvchi tomonidan ko'rinishi va wave delays orqali o'quvchi ko'rishi mumkin. Ya'ni mana bu savol, ya'ni bu qurilmaning nomini toping. 2 marta savol berilgan va shundan birinchi martasiga xato javob berganligini ko'rishimiz mumkin. O'qituvchi tomonidan ham uni ko'rish mumkin. Mana wave report orqali kirib mana bu yerda o'quvchini foizi, ya'ni 86% berilganligi va 6 ta savol takrorlanganini va 1 marta xato javob berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda mana shu orqali o'quvchilarni, demak, ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Homework bo'limida esa mana shu bergandan keyin, demak, belgilaysiz va homework bo'limi orqali ham siz ma'lumotlarni kiritib berishingiz mumkin. Xo'sh, Discovery'da misol uchun siz kerak bo'lgan ma'lumotlarni topib test berishingiz mumkin. Informatika deb yozdik va qidirish tugmasini bossak, mana informatikaga oid bo'lgan savollar berishi mumkin va siz shu yerdan xohlagan bir savollardan birini tanlab olishingiz mumkin. Yoki matematika. Mana qidirish tugmasini bosamiz, matematikaga oid bo'lgan savollar chiqadi. Siz mana xohlagan bir matematikaga oid bo'lgan savollarni tanlab, host game orqali o'yinni qo'shilib olib, o'yinda davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.